Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugun sizlar bilan qon bosim nazorati, ya'ni control blood pressure va mikrosirkulyatsiyani boshqarish mexanizmi haqida gaplashamiz. Ya'ni mahalliy lokal organlarda qon bosimi tushganda yoki ko'tarilganda mikrosirkulyatsiya qanday qilib boshqariladi, o'sha haqida gaplashamiz. Sizlar bilan demak Kardiomind kanal asoschisi Choriyeva Dilnoza. Demak, boshladik. Sizlar bilan biz o'tgan darslarimizda demak heart anatomy mavzumizda gaplashganimizda aorta va uni tarmoqlari haqida gaplashgan edik. Hozir biz qon bosimida nazorati demak kontrol, ya'ni nazoratni gaplashganimizda maxsus baroretseptor va hemoretseptorlar ishtiroki haqida gaplashamiz. O'sha baroretseptorlar bizda qon bosimida tushgan yoki ko'tarilganligini sezuvchi maxsus retseptorlar organizmda o'zida demak joylashgan, organizmda o'sha qon bosimi tushganini va oshganini haqida ma'lumot berib turuvchi demak retseptorlar. Bu retseptorlar bizda aorta ravog'ida va karotid sinusida joylashgan. Shu orada bizda aorta ravog'ini gaplashdan oldin aortaning tarmoqlari haqida bitta gaplashib ketsak, barchamizga takrorlash bo'ladi. Demak, bizda aorta 3 qismdan tashkil topgan: ascending ko'tariluvchi qism, aortic arch, aorta ravog'i va descending pastga tushuvchi qismlardan iborat. Ascendingni demak asosida, ya'ni ko'tariluvchi qismni asosida yurakni o'zini qon bilan ta'minlovchi asosiy qon tomirlari right coronary artery va left coronary artery joylashgan. Bu qon tomirlar nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan qon tomirlar hisoblanadi. Demak, bizda keyingi tarmog'imiz aortic archda, ya'ni aorta ravog'ida joylashgan. Aorta ravog'ida bizga o'ng tomonga va chap tomonga ketuvchi tarmoqlar bor. O'ng tomonda yaxlit bitta demak tarmoq, ya'ni brachiocephalic artery tarmog'i chiqadi va u o'z navbatida ikkita tarmoqqa bo'linib ketadi. O'ng qo'lni qon bilan ta'minlovchi right subclavian arteriyaga bo'linadi va demak bosh miyaga ketuvchi right common carotid arteriyaga bo'linadi. Va chap tomonda o'z navbatida ikkita tarmoqqa ajralib ketadi. Chap qo'lni qon bilan ta'minlovchi left demak subclavian arteriyaga bo'linadi. Bu chap qo'lni qon bilan ta'minlaydi va left common carotid arteriya, ya'ni demak chap umumiy uyqu arteriyasi bosh miyaga ketadi. Demak, mana bu ikkita arteriya bosh miyaga borib Berisev halqasini hosil qiladi. Demak, right subclavian arteriya demak o'ng qo'lga borib, o'ng qo'lni qon bilan ta'minlaydi. Left subclavian arteriya esa chap qo'lni qon bilan ta'minlovchi demak qon tomir hisoblanadi. Undan keyin aortic archdan keyin bizda aortani pastga tushuvchi tarmog'i, ya'ni descending aorta bo'lib davom etadi. Bizda descending aorta mana bu yerda ko'rib turibsiz, pastga tushib, demak thoracic aortaga va abdominal aortaga bo'linadi. Thoracic aortada o'z navbatida kichik tarmoqlarga bo'linadi. Qisqacha hozir keltirib o'tadigan bo'lsak, abdominal aortada ham demak o'z navbatida kichik tarmoqlarga bo'linib ketadi. Bizda asosiy qon tomirlardan celiac trunk demak superior mesenteric artery va inferior demak mesenteric arteriyaga bo'linadi. Celiac trunk bu oshqozonchakning yuqori qismini qon bilan ta'minlaydi. Superior mesenteric arteriya bu ingichka ichakni va yo'g'onchakning ma'lum bir qismini, 3dan 1 qismini qon bilan ta'minlovchi qon tomiri hisoblanadi va buni o'ziga yarasha demak qon tarmoqlari bor. Va inferior mesenteric arteriya esa bizda yo'g'onchakni qon bilan ta'minlovchi tarmoq hisoblanadi. Undan tashqari abdominal aortada bizda demak yon tarafga lateral tarmoq, yon tomonga demak tarmoq beruvchi qon tomirlar bor, renal arteriya bor va bu yerda abdominal aortada bifurkatsiya bor. Demak, abdominal bifurkatsiyasi bu yerda common iliac arteriya ikkiga bo'linadi. External iliac arteriya va internal iliac arteriya. Demak, external iliac arteriya arteria femoralis bo'lib tugaydi. Internal iliac arteriya esa bizda demak jinsiy organlarni qon bilan ta'minlovchi tarmoqlar hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, demak bizda right common carotid artery, left common carotid artery ikkasi qo'shilib mana bu yerda Berisev halqasini hosil qilyapti. Mana bosh miyani demak qon bilan ta'minlovchi qon tomiri hisoblanadi. Bizda demak qon bosimini his qiluvchi, ya'ni qon bosimi tushgani yoki tushsa yoki qon bosimi ko'tarilsa qo'zg'aladigan maxsus retseptorlar bor. Karotid sinusda joylashgan, ya'ni mana bu yerda joylashgan retseptorlar. Demak va
aortik arshda, aortda joylashgan retseptorlar mana bu yerda. Mana shu yerda joylashgan retseptorlar qon bosimida, demak, tushgan ko'tarilganligini sezuvchi, ya'ni ular tushsa yoki ko'tarilsa qo'zg'ovchi retseptorlar hisoblanadi. Mana bu yerda mana ko'rsatilgan aortic arch mana joylashgan, demak, baroretseptorlar bizda qon bosimini nazorat qiluvchi retseptor. Hemoretseptorlar esa organizmda asosan demak bizda karbonat angidridni, kislorodni va qisman pHni sezuvchi retseptorlar hisoblanadi. Asosan nafas olishi, demak, sistemasi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda, demak, hemoretseptorlar juda ham ahamiyatli. Bu yerda yana, demak, baroretseptorlar karotid sinusda ham joylashgan, mana ko'rib turibsiz. Umumiy yuqori arteriyasida, demak, right common carotid artery, left common carotid artery mana bu yerda, demak, baroretseptorlar joylashgan. Endi shu yerda yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bu yerda bizda agar qon bosim tushib ketadigan bo'lsa, qon bosimi tushgandan keyin bu qon bosimi tushganini aortik arshda joylashgan retseptorlar sezadi. Va karotid sinusda joylashgan retseptorlar sezadi va ular qo'zg'aladi. Qo'zg'alib bizga bosh miyada, demak, axborotni olib borish kerak. Bizda shu yerda ikkalasidagi retseptorlarning farqli tomoni axborotni olib borishida. Aortik arshda joylashgan baroretseptorlar axborotni 10-nerv orqali, nervus vagus orqali bosh miyaga olib boradi va 10-nerv orqali, demak, impulsni olib qaytadi. Karotid sinusda joylashgan retseptorlar esa, demak, bizda 9-nerv orqali, ya'ni nervus glossopharyngeus 9-nerv orqali bosh miyaga olib boradi va nervus vagus orqali, demak, impulsni afferent tollar, demak, nervus vagus orqali impulsni olib qaytadi. Ikkalasining farqi mana shunda. Mana bu yerda ham keltirilgan mana aortik arshda joylashgan baroretseptorlar mana bu nerv bizda, demak, 10-nervus vagus orqali bosh miyaga olib boradi xabarni. Karotid sinusda joylashgan baroretseptorlar esa 9-nerv glossopharyngeus nervi orqali, demak, xabarni olib boradi. Demak, mana bu yerda misol uchun qon bosimi ko'tarildi. Qon bosimi ko'tarildi. Demak, men arterial pressure, qon bosimi ko'tarilgandan keyin baroretseptorlar qo'zg'aladi. Aortadagi, aortic arshdagi va karotid sinusdagi, demak, baroretseptorlar qo'zg'aldi. Qo'zg'algandan keyin afferent yo'llari orqali, demak, aortic arshdan qaysi nervda, demak, bizda nervus vagus, ya'ni 10-nerv orqali, demak, impulsni uzuncha miyaga olib boradi. Karotid sinus esa 9-nerv orqali impulsni olib boradi. Afferent, demak, tollar orqali 10-nerv aortic arshda, karotid sinus 9-nerv orqali uzuncha miyaga xabarni olib boradi va u yerda, demak, simpatik nerv sistemasi qo'zg'aladi va afferent tollar orqali aortic arshda 10-nerv, karotid sinusda ham 10-nerv orqali, demak, bizda afferent tollari orqali yurakka kelib, demak, simpatik nerv sistemasi qo'zg'algani hisobiga heart rate oshadi. Demak, heart rate oshadi va qon tomirlar torayadi. Vazokonstriktor. Qon tomir torayadi ekan. Simpatik nerv sistemasi qo'zg'algani hisobiga. Demak, bizda karotid sinus massage, ya'ni karotid sinus massaj degan, demak, tushuncha bor. Bu nima degani? Bu degani bizda karotid sinus qon tomiri massaj qilinadi. Qachon? Supraventrikulyar taxikardiyalarda ritm tez bo'ladigan bo'lsa, yurak misol uchun o'rtacha 100, demak, 40 ta, 160 ta uradigan bo'lsa, bizda birinchi yordam ko'rsatish maqsadida, demak, ritmni sekinlatish uchun, heart rate'ni tushirish uchun bizda karotid sinus massaj qilinadi. Bunda mana shu qon tomir, demak, ezilgandan keyin, bosilgandan keyin u yerda retseptorlar qo'zg'aladi. Qo'zg'algandan keyin bizda, demak, uzuncha miyaga impulsni olib borib, bizda, demak, parasimpatik nerv sistemasi qo'zg'aladi. Parasimpatik nerv sistemasi qo'zg'algandan keyin simpatik nerv sistemasi bloklanadi va heart rate, demak, tushadi. Ya'ni yurak urishi sekinlashadi va, demak, qon tomirlari kengayar ekan.
Endi qon bosim tushganda va ko'tarilganda bizda renin angiotensin aldosteron sistemasi ham kompensator mexanizm sifatida ishlaydi. Misol uchun bizda qachon renin angiotensin aldosteron tizim ishga tushadi? Qachonki bizda demak beta 1 retseptorlar qo'zg'alsa, yuksak glomerular hujayralardagi beta 1 retseptorlar qo'zg'algandan keyin renin ko'p ishlab chiqariladi. Qachon bu retseptor qo'zg'aladi? Beta 1 retseptorlar qo'zg'aladi. Qachonki qon bosim tushib ketsa. Qon bosim tushib ketsa, beta 1 retseptorlar qo'zg'aladi qon bosimini ko'tarish uchun. Organizm kompensator mexanizmi bu. Renin ko'p ishlab chiqariladi. Buyrakdan renin ko'p ishlab chiqarilgandan keyin jigardagi angiotensindan keyin renin ta'sirida angiotensin 1 ni hosil qiladi. Angiotensin 1 esa o'pkadagi o'pkaning endoteliy qavatidagi angiotensinga aylantiruvchi demakki ferment, ya'ni angiotensin converting enzim ta'sirida angiotensin 2 ga aylanadi. Angiotensin 2 bizda vazokonstriktor, ya'ni qon tomirini juda kuchli toraytiruvchi modda hisoblanadi. Maqsad bizda qon bosimini ko'tarish. Qon bosimi tushib ketganda organizm kompensator mexanizmi sifatida renin angiotensin aldosteron tizimi ishga tushyapti va undagi angiotensin 2 vazokonstriktor qon tomirlarini kuchli toraytirib qon bosimini ko'tarish maqsadida va undan tashqari ikkinchi ishi bizda buyrak suv bezidan ishlab chiqarilgan aldosteronni stimullaydi, ya'ni uni miqdorini oshiradi. Oshirgandan keyin aldosteron o'zi bilan birga natriyni olib qoladi. Natriy bo'lgan joyda demak suv ham bo'ladi. Natijada umumiy qon hajmi oshadi, ya'ni preload oshadi. Qon bosimi tushib ketganda organizmni o'sha bosimni ko'tarish maqsadida preloadni ham oshiradi, afterloadni ham oshiradi, vazokonstriksiya demak qon tomirlarini ham toraytiradi. Demak old yuklamani ham oshiradi, keyingi yuklamani ham oshiradi va umumiy aylanib yurgan qon hajmini ham oshiradi. Demak, bu organizm kompensator mexanizmi hisoblanadi. Birinchi bosqichlarda bu qon bosimi tushib ketganda organizm o'zini himoya qilishga, ya'ni kompensatsiya qilishga harakat qiladi, lekin bu jarayon agar uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, bizda demak yurakni remodelinga, qon tomir remodelingiga sabab bo'ladi, ya'ni demak bizda yurak va qon tomirlar o'zining shaklini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Natijada bizda bu holat уже kasallik kelib chiqishini patogenezi hisoblana boshlaydi. Bu yerda yana bir narsa aytib ketishim kerak. Bu yerda angiotensin converting enzim, ya'ni angiotensinga 2 ga aylantiruvchi demakki ferment bizda o'pkadagi bradikinin parchalab turadi. Bradikinin demak bu bizda yo'tal chaqiruvchi va qon tomirlarini o'tkazuvchanligini oshiruvchi modda hisoblanadi. Bradikininni parchalab turadi. Bu parchalab turadi. Ana endi bizda qon bosimini tushirish uchun, misol uchun yoki mana shu yurak yetishmovchiligida davolash taktikalarimizni APF inhibitor beradigan bo'lsak, angiotensin converting enzim bloklanadi. Bloklangandan keyin bradikinin bizda parchalanmaydi. Parchalanmagandan keyin uning miqdori ko'payib oshib ketadi. Natijada bizda yo'tal chaqiradi. Shuning uchun APF inhibitorlarning nojo'ya ta'sirlaridan bittasi bemorda yo'tal chaqirish xususiyati hisoblanadi. Demak, davom etamiz. Endi bemor qon yo'qotganda qon bosimi qanday kontrol qilinadi? Misol uchun avariya holatlar yoki travma holatlarida yoki kuchli qon ketish holatlarida demak qon bosimi qanday nazorat qilinadi? Bizda u holatda umumiy aylanib yurgan qon hajmi kamayadi, chunki qon yo'qotilyapti va bosim pasayadi. Bosim pasaygandan keyin bizda baroretseptorlar qo'zg'aladi va bosim pasayotgani haqida bizda miyaga ma'lumot olib boradi. Va miya bizda parasimpatik nerv sistemasini bloklaydi va simpatik nerv sistemasini aktivlaydi. Simpatik nerv sistemasi aktivlangandan keyin bilamiz, heart rate oshadi, yurak urishi tezlashadi va qon tomirlar torayadi. Parasimpatik nerv sistemasi bloklangandan keyin heart rate oshadi va qon tomirlar demak torayar ekan. Maqsad qon bosimini ko'tarish. Organizm kompensator mexanizmi bu ham va contractility ham oshiradi, ya'ni qisqaruvchanligini ham oshiradi. Va total perfect resistantlik, ya'ni umumiy tomir qarshiligi ham oshadi. Sababi bizda
bitta bir retseptorlar qo'zg'aladi simpatik nerv sistemasi aktivlanganda. Natijada bizda afterload ham oshadi, ya'ni keyingi yuklama ham oshadi. Bizda demak umumiy periferik tomir qarshiligi oshgandan keyin o'z navbatida venalar ham qisqaradi, ya'ni venalarning tonusi ham demak oshib ketadi, ya'ni vena tizimida vazokonstriksiya bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? Preload oshadi, ya'ni yurakka keladigan qonni hajmi demak bizda oshar ekan. Misol uchun bizda preload, afterload oshgandan keyin organizmda kompensator mexanizmi natijasida e'tibor qilsangiz, yurakda nagruzka katta tushyapti. Yurakka nagruzka ko'p bo'lgandan keyin agar bu holat kompensator mexanizmi uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, bizda уже qon tomirlarini va yurakni remodelingi boshlanadi. Misol uchun olaylik, heart failure'da, ya'ni yurak yetishmovchiligida oladigan bo'lsak, olaylik misol uchun miokard infarkt bo'lgan bemorni yuragida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda chap qonunchani mana bu qismi misol uchun aytaylik nekroz bo'ldi, ya'ni infarkt zona chap qonunchani lateral devori bo'ldi. Natijada bu qism demak qisqarishda bizda ishtirok etmaydi. Qisqarishda ishtirok etmagandan keyin qisqaruvchanlik tushib ketadi va fraksiya ham pasayib ketadi. Ya'ni avval yurak bir marta qisqarganda misol uchun 70 ml qonni chiqarib berayotgan bo'lsa, endi bizda 40 ml qonni chiqarib bera oladi infarkt bo'lgan yurak. Misol uchun demak 40 ml qonni chiqarib bergandan keyin nima bo'ladi? Fraksiya kamaydi va qon bosim ham o'z-o'zidan tushadi. Organlarga yetarli qon yetib bormaydi. Natijada bizda baroretseptorlar qo'zg'aladi, qon bosimi tushayotgani haqida xabar beradi miyaga. Va miya bizda simpatik nerv sistemini aktivlab, parasimpatik nerv sistemini bloklaydi. Natijada bizda afterload oshadi, chunki umumiy tomir qarshiligi oshadi simpatik nerv sistemasi aktivlanganda. Umumiy tomir qarshiligi oshgandan keyin bizda afterload, ya'ni keyingi yuklama oshib ketadi. Natijada chap qorincha qonni chiqaraman deydi aortaga, lekin umumiy periferik tomir qarshiligi oshib ketgan. Endi u mana shu tomir qarshiligiga mos ravishda kuchliroq qisqarishim kerak deb devorini qalinlashtiradi, ya'ni gipertrofiya bo'ladi. Kardiomiyotsitlar hajm jihatdan o'zini razmerini kattalashtiradi. Natijada bizda yurak o'zini shaklini o'zgartira boshlaydi. Qalinlashadi chap qorincha. Va chap qorincha qalinlashgandan keyin endi yaxshiroq qonni chiqarib bera boshlaydi. Va bu holat bizda demak preloadni ham oshiradi. Sababi umumiy periferik tomir qarshiligi oshib, venalar demak vena qon tomirlari qisqaryapti va preload oshgandan keyin bizda yurak kameralari kengaya boshlaydi, dilatatsiya bo'lib boshlaydi. Remodeling boshlanib ketadi. Bu holat o'sha kasallikni demak patogenezi hisoblanadi. Demak, endi mahalliy mikrosirkulyatsiyani boshqaruvchi mexanizmlar haqida gaplashamiz. Mahalliy mikrosirkulyatsiyani boshqaruvchi mexanizm bu nima degani? Bu degani bizda demak o'sha qon bosimi tushganda va qon bosimi ko'tarilganda mahalliy organlar ichida qonda mikrosirkulyatsiyasi qanday holatda bo'ladi va bu holatni boshqaruvchi mexanizmlar qaysilar haqida ekanligi haqida bizga ma'lumot beradi. Misol uchun asosiy mexanizmlar bo'lib keltirilgan. Birinchisi miogen javob, ya'ni silliq mushak tollarida reflektor, ya'ni qon bosimi tushsa, demak qon bosimi tushib ketyapti. Bizda qon tomirlari torayadi. Qon bosimi demak qon bosimi agar oshib, ya'ni qon hajmi ko'payib ketayotgan bo'lsa, misol uchun bizda qon tomirlari kengayadi. Ikkinchisi metabolik javob. Bu degani misol uchun bir odam jismoniy mashq bilan shug'ullangan vaqtida bizda mushaklarda kislorod ko'proq kerak bo'ladi va tez nafas oladi. Natijada tanada organizmda karbon tangid ko'payadi. Karbon tangid esa bu qon tomirlarini kengaytiruvchi modda hisoblanadi, vasodilation hisoblanadi va qon tomirlari kengaygandan keyin mushaklarga yaxshi qon boradi. Va uchinchisi endotelial javob, ya'ni qon tomirlaridan maxsus ishlab chiqaruvchi modda, misol uchun NO, vasodilation, ya'ni qon tomirlarini toraytiradi. Yoki bo'lsam prostaglandinlar yoki prostasiklinlar. Demak, bular qon tomirini demak yoki endotelin yoki angiotensin 2, bular qon tomirlarini toraytiruvchi moddalar hisoblanadi. Misol uchun qon bosimi tushganda va qon bosimi oshganda organlarda qanaqa holat bo'lishi haqida gaplashamiz. Birinchisi miya. Miyada demak qon bosim agar bu organizmda qon bosimi tushib ketayotgan bo'lsa,
miyada arteriolar kengayadi. Arteriolar kengayadi. Sababi demak bizada miya o'zining funksiyasini saqlab turish uchun arteriolar kengayadi. Miyadagi o'sha miya to'qimasidagi hujayralarni yaxshiroq qon bilan ta'minlash maqsadida bu kompensator mexanizmi. Ikkinchisi yurak. Qon bosimi tushib ketyapti. Yurakdagi koronar arteriyalar vasodilation bo'ladi, ya'ni qon va koronar qon tomirlar kengayadi. Yaxshiroq qon bilan yurakni ta'minlash uchun. Yurak ishemiyasi yuzaga kelmasligi uchun. Uchinchisi buyrak. Buyraklarda afferent arteriolar kengayadi. Nima uchun? Buyrakda filtratsiya jarayonini, ya'ni demak o'sha GFR dagi filtratsiyani normada saqlash uchun. To'rtinchisi teri. Terida vazokonstruksiya bo'ladi. Qon bosimi tushib ketsa, demak terida qon tomirlar torayadi. Demak nima uchun? Muhim organlarga qon yaxshi yetib borishi uchun qon tomirlari toraytiradi va qonni kerakli organlar, misol uchun miya, yurak va buyrak kabi shu a'zolarga yetarli miqdorda yetkazilishi uchun. Beshinchisi ichak. Ichaklarda ham xuddi o'shana vazokonstruksiya, ya'ni qon tomirlar torayadi va hayot uchun muhim hisoblangan organlarga yetarli qon yetib borishi uchun. Qon bosimi oshganda qanaqa holat yuzaga keladi? Organizmda misol uchun qon bosimi baland, miyadagi arteriolar bu holatda torayadi. Nima uchun? Katta bosimda qon kelib miya hujayralarini zararlamasligi uchun. Ikkinchisi yurakda. Yurakda ham koronar vazokonstruksiya bo'ladi, ya'ni koronar qon tomirlarida tomirlar torayadi. Demak kardiomiyotslarni kuchli bosim ostida zararlanishni oldini olish uchun. Uchinchisi buyrak. Buyraklarda afferent arteriolar torayadi. Barierni, ya'ni GFRni demak bizada zararlamaslik uchun. Demak, to'rtinchisi retina. Retinada esa kapillyar tomirlar torayadi. Sababi demak qon bosimi baland bo'lgandan keyin yuqori bosim ostida ko'zni demak ko'z zararlanmasligi uchun yuqori bosim ostida bizda tomirlar torayadi. Demak, lekin baribir bu holat agar bosim oshganda bu kompensator mexanizmlar doimo davom etavermaydi. Baribir retinopatiyaga sabab bo'ladi. Demak, agar uzoq davom etadigan bo'lsa, qon bosim oshish holati, demak bizda tomirlar qattiqlashib qoladi, skleroz bo'ladi. Miya demak arteriolar torayadi, lekin baribir insult olishi mumkin bosim baland bo'lgan bo'lsa, yoki yurak koronar vazokonstruksiya hisobiga demak gipertrofiya bo'lishi mumkin. Demak va ko'z retinopatiya holati yuzaga kelishi mumkin. Demak, bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, izlanishdan charchamang.